Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz sirtlarning o'zaro kesishuvi, kesuvchi sferalar usuli. Ya'ni buni konsentrik sharlar usuli. Kesuvchi sferalar usulida ikki xil. Buning birinchisi konsentrik sharlar usuli, ikkinchisi esa eksentrik sharlar usuli deb ataladi. Bularning ikkalasining bir-biridan farqi shundan iboratki, konsentrik sharlar usulida barcha kesuvchi tekisliklar uchun aylana shar markazi bitta bo'ladi. Yana qaytaraman. Konsentrik sharlar usulida markaz barcha kesuvchi sferalar uchun bitta bo'ladi. Shu sababli konsentrik sharlar usuli deb ataladi. Ya'ni bitta markaz orqali bir nechta kesuvchi sharlar chizishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchisi eksentrik sharlar usuli. Har bitta kesuvchi shar o'tkazgan vaqtimizda uning markazi bir-biridan farq qiladi. Shu sababli u eksentrik sharlar usuli deb ataladi. Bugungi mavzumiz konsentrik sharlar usuli. Konsentrik sharlar usulida sirtlarning o'zaro kesishuv chizig'ini aniqlashda nima narsalarga e'tibor qaratish kerak bo'ladi? Bu usul orqali qanday sirtlarning o'zaro kesishuv chizig'ini aniqlash mumkin degan savol turibdi. Demak, biz shu savolga hozir sizga javob berib o'tamiz. Kesuvchi sferalar usuli, ya'ni konsentrik sharlar usulida bu usulda aylanish detallarining o'zaro kesishuv chiziqlari aniqlanadi. Ya'ni aylanish sirtlarining o'zaro kesuvchi chiziqlari aniqlanadi. Yana bitta buning muhim ahamiyatga ega jihati shundan iboratki, ikkala aylanish sirtining markazlari o'zaro kesishgan bo'lishi kerak. Ya'ni markaziy o'q chiziqlari o'zaro kesishgan bo'lishi kerak. Mana bu chizmaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, demak, birinchisi konus, mana qora rangda berilgan, ikkinchisi esa silindr. Silindr bilan konus o'zaro kesishyapti. Ya'ni o'zaro kesishyapti. Demak, buning kesishishi, demak, silindrning o'qi hamda konusning o'qi ham o'zaro kesishyapti. Agar silindrning o'qi ham konusning o'qi kesishmaganda edi, u holatda bu eksentrik sharlar usulida uning kesish chizig'ini aniqlashimiz mumkin bo'lardi. Endi bevosita shu kesuvchi sharlar usulining, ya'ni konsentrik sharlar usulida qanday kesish chizig'ini aniqlashni birgalikda ko'rib chiqamiz. Buning uchun eng avvalo shu ikkala sirt uchun xarakterli bo'lgan nuqtalarni aniqlab olishimiz kerak. Demak, mana bu yerda, demak, birinchi nuqta mana bu A nuqta deb ataydigan bo'lsam, demak, ikkinchi nuqta mana bu yer bo'ladi. B nuqta deb atayman. Uchinchi nuqta mana bu yerda bo'ladi. 3, ya'ni bu A, B, S nuqta. Mana bu nuqta esa D nuqta bo'ladi. Demak, biz ikkita aylanish sirti uchun xarakterli bo'lgan nuqtalarni aniqlab oldik. Bu nima degani? Demak, albatta biz mana shu nuqtalar orqali o'sha nuqtalarning orasidan ixtiyoriy ravishdagi kesuvchi sharlarni o'tkazishimiz mumkin. Keling, ana birinchi sharni o'tkazishimiz kerak. Buning uchun bu ikkala aylanish sirtlarining o'q chiziqlarini kesishgan nuqtasini topib olamiz. Demak, mana bu nuqta. Bu nuqtani biz nol markaz deb ataydigan bo'lsam, demak, shu markaz orqali kesuvchi sferalar o'tkazdirishim mumkin bo'ladi. Keling, birinchi sfera nimani o'tkazib ko'ramiz. Buning uchun demak, bizning chizadigan
sferamiz demak A, B ni ichidan albatta o'tish kerak. A, B hamda D, S nuqtalarida ichidan o'tish kerak. Keling mana birinchi aylanani, ixtiyoriy aylanani chizamiz. Mana birinchi ixtiyoriy aylanani chizib olyapmiz. Qarang. Mana kesuvchi shar chizib oldik. Bu kesuvchi shar konusni ham kesib o'tyapti, silindrni ham kesib o'tyapti. Konusni kesib o'tayotgan joyda nuqtalar, demak bu nuqta, bu nuqta. Mana bu nuqta, bu nuqta. Silindrni kesib o'tayotgan nuqtalar esa demak mana bu nuqta, bu nuqta. Demak bu nuqta va bu nuqta bo'lib hisoblanyapti. Endi biz nima qilamiz? Birinchi navbatda silindrda kesib o'tgan nuqtalarni birlashtirib olamiz. Silindrda kesuvchi shar kesib o'tgan nuqtalarni birlashtiramiz. Ya'ni mana bu nuqta bilan bu nuqtani birlashtiramiz. Birlashtirdik. İkincisi, demek bu nuqta bilan bu nuqtani birlashtiramiz. Mana birlashtirdik. Endi konusni kesib o'tgan nuqtalarni birlashtiramiz. Konusni kesib o'tgan mana bu nuqtalarni birlashtiradigan bo'lsak, bunda ma'no mazmun ahamiyat kasb etmaydi. Negaki bu yerda silindrni kesib o'tayotgan joyi yo'q. Shu sababli demak konusni kesib o'tayotgan mana bu ikkala nuqtasini belgilaymiz va bularni o'zaro birlashtiramiz. Mana birlashtirdik. Demak, silindrni kesib o'tgan nuqtalarni birlashtirgan chiziq bilan konusni kesib o'tgan nuqtalarni birlashtirgan chiziqlarni kesishgan nuqtalarni aniqlaymiz. Demak mana bu yerda birinchi nuqta deb ataydigan bo'lsam buni mana birinchi nuqta deb atayman. Mana bu yerda esa ikkinchi nuqta bo'ladi. Mana ikkinchi nuqta bo'ldi. Endi xuddi shuningdek yana bitta kesuvchi shart chizishimiz kerak. Buning uchun demak yana oldingi o'sha tartibga asosan demak chizayotgan sferamiz albatta AB yoki DS ni ichida bo'lishi shart. Keling yana bitta chizib ko'ramiz. Ixtiyoriy. Keling endi buni chizayotgan paytda shu narsaga e'tibor qarataylik. Shu nimadan sal kattaroq aylanani chizamiz. Demak mana bunday qilib. Demak, birinchisi mana bu R1 bo'lgan bo'lsa, mana ikkinchi aylanamiz R2 bo'ldi. Ya'ni ikkinchi aylanamiz R2 bo'lyapti. R2. Endi bu shuningdek men sizga ko'rsatish uchun R1, R2 dedim. Demak R1 mana bu kichkina oldingisi, R2 esa keyingisi. Men buni yana o'chirib tashlayman. Negaki o'chirishimizning sababi nuqtalarda belgilayotgan vaqtimizda bu bizga xalaqit beradi. Shu sababli men bu nimalarni o'chirib tashlayman. Sizga ko'rsatish uchun chizdim xolos bu narsa. Demak, mana bunday qilib o'chirib tashlayman. Mana endi oldingi sharda o'sha tutashtirgan shar kabi, demak kesuvchi shar R2 radiusli kesuvchi sharda silindrda kesib o'tgan nuqtalarni aniqlaymiz. Demak mana bu ikkalasi mana bu yerda ham mana bu silindrda kesib o'tgan nuqtalarni birlashtiramiz. Mana bunday birlashtirdik. So'ngra esa konusni
kesib o'tgan nuqtalar, demak bu yer va bu yerni birlashtiramiz. Va uni narigi chiziqlar bilan kesib o'tgan nuqtalari, demak mana buni biz 3-nuqta deb belgilasam, mana busini biz 4-nuqta deb belgilaymiz. Mana ixtiyoriy ikkita shart chizib oldik. Endi shu yerda e'tibor qaratishimiz kerakki, shu ikkala aylan ikkita sirtdan bittasiga urinma shar o'tkazdirishimiz kerak. Bu sharni o'tkazishda yana bitta shart shundan iboratki, biz bittasiga urinma, ikkinchisini kesib o'tishi yoki bo'lmasa ikkinchisiga ham urinma bo'lishi kerak. Demak, buning uchun demak, mana bu sirtga urinma o'tkazadigan bo'lsa, ya'ni silindrga urinma o'tkazadigan bo'lsa, demak mana bunday holat. Silindrga urinma o'tkazsa, konusni kesib o'tmas ekan. Ya'ni bizga hozirgi aytib o'tilgan shartni qanoatlantirmaydi. Agar urinma o'tkazgan vaqtimizda ikkinchi sharniga urinma yoki bo'lmasa ikkinchi sharni kesib o'tishi shart deb atagan. Demak, biz mana bu yerda silindrga urinma o'tkazadigan bo'lsam, konusni kesib o'tmaydi. Demak, u mantiqqa noto'g'ri bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun biz bu yerda konusga urinma o'tkazdiramiz. Konusga urinma o'tkazish uchun demak, nol markazga shu konusni yasovchisidan perpendikulyar tushiramiz. Konusni yasovchisidan perpendikulyar tushiramiz. Demak, endi tushirganimizdan keyin mana bu nuqtada biz aylana, ya'ni kesuvchi shar o'tkazdirishimiz kerak. Demak, mana bunga nol markazga urinma o'tkazdik. Demak, mana bu 90 gradus bo'ladi mana. Endi nolni markazdan, demak, shu nuqta orqali bitta kesuvchi shar o'tkazdiramiz mana. Kesuvchi shar o'tkazdik. Demak, kesuvchi sharimiz demak konusni mana bu nuqtasiga urinma hamda mana bu nuqtasiga urinma bo'lib o'tdi. Mana ikkalasiga urinma bo'lib o'tdi. Endi ikkalasini birlashtiramiz. Mana ikkalasini birlashtiramiz. Demak, konusda kesib o'tgan nuqtalarni birlashtirdik. Endi silindrning kesib o'tgan nuqtalarini birlashtiramiz. Va ularning kesishgan nuqtalarini belgilaymiz. Demak, mana bu yerda bitta kesishdi. Endi demak, bu yerda bo'ldi hamda demak, mana bu yerda kesishyapti. Bu yerda kesishyapti. Demak, mana bu narsa bo'ldi. Demak, mana bunday holat. Mana biz silindr bilan konusning kesish chiziqlarini aniqladik. Endi biz ularni o'zaro bir-biriga birlashtirib qo'yamiz. Demak, bu narsada shu narsaga e'tibor qaratishimiz kerakki, demak, silindrning radiusi katta bo'lganligi uchun konusning radiusi katta bo'lganligi uchun silindr uning ichidan teshib o'tib ketyapti. Shu sababli demak, buni quyidagicha birlashtiramiz. Demak, mana bunday holat. Mana bunday holat. Va bu tomoni mana bunday holat bo'ladi. Mana endi biz buni qalinlashtirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Sizga o'ylaymanki
yaxshi ko'rinyapti bu nimalar. Demak, mana bularni nima qilib qo'yamiz, qoldiramiz. Hurmatli talabalar, shu bilan bugungi mavzumiz yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.